ko'nglingni bir xotirjam qilgin, bir yo'li topilar. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Men bilan bir joyga borib kela olasizmi? Faqat yo'q demang, iltimos. Mayli. Bu Ibavet kraskalarimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan. Shu yerdan mebel zavodlariga sotamiz. Ha, yaxshi. Keyin uylanadigan o'g'lingiz bor. Bor. Shuni ishga olsam, o'zimning korxonamga. Yaxshi bo'lardi. Rahmat. Qoyil. Zo'r ekan. Bu chet ellikka bo'lsa kerak-a? Yo'q, o'zimizda ishlab chiqariladi. Ibavet kraskasi bor-u, o'sha kraska mana shu mebelda ishlatiladi. O'g'lingizni to'yiga mana shu mebelni to'yini qilib bersam, nima deysiz? Yo'q, aka, bu juda ham qimmat tursa kerak. Mana hijolatni o'ylamang. Faqat mendan rozi bo'lsangiz bo'ldi. Menga shu kerak. Rahmat. Ilohi amin. Ishingizni barakatini bersin. Amin. Alloh. Rahmat. Sizga ham rahmat.